Çok saygıdeğer Uygur TV izleyicileri, efendim biz Kırgızistan'da buradaki renkli kişilikleri, özellikle Doğu Türkistan dünyasının renkli kişiliklerini bu mücadelede yer almış, gerçekten bu işin ezasını, cezasını çekmiş kimliklerle, kişiliklerle, büyüklerimizle beraberiz. Şu anda yanımda bir hukukçu, Uygurların ve insan hakları için, onların hakları için mücadele eden bir büyüğümüz var. Aynı zamanda burada 1997'de Demokratik İnsan Hakları Teşkilatı'nı kuran bir büyüğümüz. Dünya Uygur Kurultayı üyesi, azası ve aynı zamanda gazeteci bir yazar var ve bu büyüğümüz Dursun İslam Beyefendi. Efendim, tabii biz acizane sizi dilimizin döndüğünce tanıtmaya çalıştık. Ben size, siz kendinizi tarif eder misiniz desem, nasıl tarif edersiniz? Benim ismim Tursun İslam Niyazoğlu. 1997 yılı ben Uygurların, shuningdek boshqa millatlarning hammasining inson haqlarini qo'llash tashkilotini qurib chiqdim. Tashkilotning ismi Inson haqlarini qo'llash demokratiya tashkiloti. Bu tashkilotni qurganning sababi 1997 yılı 2 ay fevral ayda G'uljida tinish namoyishga chiqqan Uyg'urlarni Xitoylar bastırıp, öldürüp, etip, turumlarga silip, hatta kışta soğuk olan çeşip, tonutup, şunda dehşetlik nimlen elip olgan. Şunun için bir yerde bu ahvalını görgenden bir yerde benim burun başka her türlü işlerini işlep yürüyen bolsam mı, bırak hem de şu planım boyunca insan haklarını qo'llash tashkilotini qurib, shu tashkilot orqali Uyg'urlarning haq huquqlarini qo'llash plani menda bo'ldi, o'y bo'ldi. Shu bo'yicha men ishlab kelyapman 97 yildan beri. Shu 97 tashkilotni qurgandan keyin nima G'uljida bo'lgan, G'ulji shahrida bo'lgan Uyg'urlarni qirg'in qilgan Xitoylarning Uyg'urlarni qirg'in qilgandan keyin men birinchi qatim şu 97 yılı April günü Beşiktaş'taki Xitay elçixanasının yanında konsolosluğunda namoyish uyushtirdim. Namoyishda Uyghur köp bayrağını ko'tarib chiqib odamlar bilan shunga yaxshi namoyish bo'ldi. Xitoy konsuliga norozilik maktub topshirdim. Shundan keyin yana bu faaliyet davamlıq bo'ldi. 5-6 qatim namoyish qilib Xitoy konsulining oldida biz namoyish qilib keldik. Shunday. Endi bu yerda asosiy Uyg'urlarning huquqi, endi bu yerda Uyg'urlarning huquqi tavan bo'ldi, dafsanda bo'ldi bu yerda. Misol uchun mana aytganda Türkiye'den başka, Türk Cumhuriyeti'den başka, Türk halkıdan başka hiç kandak bir cumhuriyetler, meyli Kazakistan, meyli Kırgızistan, meyli Özbekistan, Tacik, Türkmenler Uygurlarını hiç kaçan kollagan yok. Türkler, Türk halkı kolladı. Demek şu nemeden keyin Uygurlarını bu Akayip zamanında, Prezident Akayip zamanında 6 Uygur'unu Xitayga deportatsiya ötküzüp verdi. O balalarını Xitayda etip taşıdı, öldürdü. Şundak Almatı'da hem şunday oldu. Hazırgıça bu cumhuriyetlerde biz aytımız Türkiye dünyasıdır. Ben konferansiyada buldum yakında o nemede
Türk bilen Kırgız üniversitet var, Manas Üniversitet. Şundan bir ilmi konferansiya bo'lgan Türk dünyası to'g'riliq. Men so'z qildim. Sizlar deysiz Türk dünyası deysizlar. Har bir konferensiyaga, majmualarga hech qachon Türk Uyg'urlarni sizlar chaqirmaysizlar, qatnashtirmaysizlar. Uyg'ursiz Türk dünyası bo'lishi mumkin emas. Tarixda en Orta Asya'da en kademi tarixi boy millet Uyg'urlar. Hatta benim oğlum Türk lisede okudu. O bir kitap alıp geldi. Ata, babama kitabını okuyup gördü. Ben dedim sen oku, ben anlay dedim. Şunda Türkçe yazgan. Türkler aytadikin bizning ana yurtimiz Sharqi Türkiston, Doğu Türkiston. Tilimiz asası Uyg'urlarning tilidan deb aytadi. Shundan boshqa turkiy tilli xalqlar, mana O'rta Osiyodagilar hammasi shuni biladi. Mana shunday tarixi boy, dunyo madaniyati ko'p has qo'shgan shunday bir millat hozir yo'q bo'lib ketish xavf ostida turibdi. Bu yerda mana shu yana qayta aytamanki, bu jamiyatlar, bu nimalar Şanghay Hamkorlik Teşkilatı degan tashkilotga a'zo bo'lgandan beri 96-yilda bu tashkilot qurildi. Bu tashkilotning asosiy maqsad bir narsa bo'lgan. Uyg'urlarning inqilobiy o'z haqlarini, huquqini himoya qilish harakatini to'xtatish bosish uchun qurilgan tashkilot bu. O'rischa SHOS deb qo'yadi. Shunday bo'lgan. Şundan beri hazır bularning hammasini qo'li bog'landi. Xitoyparast, O'rusparast bo'lib ketdi bular. Uyg'urlar bilan ishi yo'q. Birinchi Allah, ikkinchi Türkiye, Türk xalqi bizni qo'llayapti. Bu yerda hozir bunda aytganda Sharqi Turkistonda inson haqlari dafsanda bo'lish emas, eng kuchli genosid yuribdi. Genosid irqiy qirg'inchilik 1982-yili Xitoyning o'zining qonunlarini buzib 24-moddasida Xitoy qonunida uyalmasdan Xitoylar o'zining butunlay chiqargan qonunda boshda aytgan aldanchilik Uyg'urlar boshqa asonliq millatlar o'z tilini himoya qiladi, o'z dinini himoya qiladi, o'z tilida so'zlaydi, o'z tilida o'qiydi deb yozilgan. Bu narsa keyin bunda aytganda yolg'on qog'oz yuzda bo'lgan bo'ldi, avtonom. Mana yaqinda Sharqi Turkistonning bunda aytganda Xinjiang Uyg'ur avtonomini atalmış Xinjiang Uyg'ur avtonomining 60-yilligini Xitoylar Aqtash kitob bilan chiqaribdi. Aqtash kitobda shunday yolg'on so'zlar, Uyg'urlar yaxshi nima qilyapti, hayot ko'chiryapti. Ular boy turmushda bir Xitoy hukumatı Sharqi Turkistonga 1,5 milliard trillion yuan pul ajratgan andamında deb yozibdi. Bu yerda aytmaydi ekan, to'xta, bunda qilibdi. Uyg'urlarning yer boyligini qanchalik to'shidin o'torliq so'z yo'q. Mana shunda ahvol. Hozir vatanda Sharq Turkistonda ahvol intayin yomon. Xitoyning asosiy maqsad Uyg'urlarni dunyo xaritasini o'chirib, ularni faqat yo'q qilish. Shuning uchun bu yerda ular Uyg'ur tilini oldi bilan chekladi, yo'q qilish yo'lga o'tibdi. Dinni cheklash, yo'q qilish nima qilibdi. Mana shunday nima bilan bular ashaddiy jinoiy ishlarni elib kelyapti. Xitoyning bir generali Hojongru degan general o'z vaqtida nimaga Markaziy komitetga tavsiya qilib xat yo'llagan. O xatda shunday degan: Uyg'urlarni yo'q qilish uchun 5 turli shart yo'l bor. Birinchi, Uyg'ur tilini yo'q qilish. Ikkinchi, dinni yo'q qilish. Uchinchi, ichki Xitoylardan ko'plab Xitoylarni Sharqi Turkistonga olib kelib, Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish,
ularning Xitoylar soni ko'payib, Uyg'urlarning soni oz qilib, ularni assimilyatsiya qildik. To'rtinchi nima? Mana ayollarningki atalmış tug'utni cheklash soyasi bo'yicha bu siyosatni davomli kuchlantirish kerak deydi. Hozir shunday vahshiy, dahshat, insoniyat qilibidan chiqqan nima bo'ladi? Ba'zi plandan ortiq ayollar homildor bo'lib qolsa, ularni ustalga yotqizib turib, bir yerga cho'ng bir g'andaga suvni qo'yib, qo'rsaqni yoritda bolani olib turib, kelib yelini siqib turib, so'g'ga tiqib turib, onaning ko'zi bo'yicha o'ldirib atadi. Bunday tarixda bo'lgan emas. Faşistlar ham bunday qilgan emas. Ko'p ayollar shu qarnini yalgandan keyin ko'p ayollar ham o'lib ketyapti. Mana shunday. Hozir Xitoyda umumyuzlik shu bunday aytgan tahdid, repressiya, genosid ish bo'layotganligi uchun minglagan Uyg'urlar qochib Taylandda, Malayziya shu tomonlarga qochib o'tdi. Bularni Xitoylar bütün dünya cemaatligini aldash uchun bular mana nimalar bilan terroristlar bular egil deb qo'yamiz. İslam devlet terrorizm shuning bilan aloqasi bor. Bu hammasi yolg'on so'zlar. Shunday qilib dunyo jamoatini aldash uchun qilayotgan Uyg'urlar hech qanday terrorist emas, hech qancha bo'lginchi emas, separatist emas. Ular o'z haq huquqlarini himoya qilib qilayotgan narsa. Hech qanday bir millat bunday Xitoyga o'xshash bunday ashaddiy jinoiy ishlarni elib berayotganini nima qilmaymiz. Mening asosiy qilayotgan ishim hozir shu dunyo qurultayini har bir qurultaylarga barib turib shu doklad qilaman. Efendim siz 4'e kadar saydınız, 1, 2, 3, 4 saydınız ya, 5.'yi unuttuk. Beşinci, bu Hocamur General'ın sözüde teröristlerini, bölgünçilerini, separatistlerini ayımay, rahimsiz öldürüş gerek degan nimede. Bu materyalni bana Amerika'dan bir vatanperver G'olam Paxta degan otimiz şu aldı. Ben bunu ko'p yerlar press konferensiyada so'zladim. Turkiyada, Ankara'da ham so'zladim. Nimadan İstanbul'da bo'lgan bir to'plamada ham so'z qildim. Bu narsa bor, faktlar bor. Mana shunday yo'l bilan bular nima qilyapti. Mana Turkiyadagi tashkilotlar, Türk xalqi bularning hamma so'zlarini eshitib turibman, bilyapman. Bularning so'zidami shu Uyg'urlarni qanday qirayotganligi, Türk xalqining qanchalik bu o'zida shu nima bo'layotgani, g'azablanayotganligini nima qilyapmiz. Endi bunday aytganda Xitoyning asosiy plani Uyg'urlarni assimilyatsiya qilish, yo'q qilish. Agarda uningga qarshi bo'lganlarni bo'lsa, ularni jismoniy tomondan yo'q qilish plan bilan kelyapti. Bu Sharqi Turkistonning 1949-yili Xitoylar bosib olgandan keyin Uyg'urlar tinch yotgani yo'q, qarshilik kuchli bo'lgan. 1949-50-yillarda Xitoy armiyasi kelayotganda bu yerda Qozoqning Batiri, haqiqiy vatanparvar Botir Osman Botir bilan Uyg'ur liderlari, boshliqlar nimada Qomil shahrida Xitoyni oldida to'sib, 3 kecha kunda jang qilib ularni to'sib o'ldirgan, ko'p Xitoylarni o'ldirgan. Ondan keyin bu harakat hech to'xtagani yo'q. Shu 60 yildan beri hamma yerda kelyapti. Mana shuning davomi hozirgacha bo'lyapti. Uyg'urlarda qurol yo'q. Ular pichoq bilan chidamaysin, nima qilib o'zini zashat qilyapti. Mana kechki 2 kun bo'ldi, Erkin Osiyo bir xabar berdi. Bu xabarda Boy degan noyada shu yerda bir top nima to'mir koni bor ekanda, to'mir konda fidoyilar, Uyg'ur fidoyilari Xitoylar bilan ilishgan,
Xitaylardan, saqçılardan bir 5-6 adamını öldürgen, köp kişiler yarda bolgan, onlar özleri tak çıkıp yoşurmagan. Mana ahva neme şu 1950-60 yıldan tartıp Uygurlar hiç Xitayga baş etken yok. Koldan kelginçe hareket kılıp atıptı. Şunday. Bir nerse afsus ki, endi bir yerde Amerika, Türkiye, Avrupa ança-munça Uygurlarını kollap kılıp atıptı. Toluk emas. Xitayning ekonomisi yuqori, aqchasi pul ko'p. Şunu ödem kılıp biroq Uygurlarning hozirgi dahshatli fojialik ahvolini yaxshi hissiyatchi qilgan to'liq yetarli emas. Ko'p nimalarda mamlakatlar nimalar ular Xitoylarning hozirgi jinoiy ishlariga ko'z yumib turayotgan ham bor. Mana shuningga biz afsuslanamiz shunda. Bu yerda bo'lsa Uyg'urlarning Qirg'izistonda Uyg'urlarning huquqi deymiz, Uyg'urlarning inson huquqlari men ochiqini aytaman yaxshi emas. Nima uchun deganda yaqinda bir Tursunbek Axunov degan bir inson huquqlarining tarag'isi bor, raisi. Şu bir ilmi konferansiya uyushtirgan inson huquqlari bo'yicha. Shu yerda menga so'z berdi. So'zni men chiqdim. Qirg'iziston demokratik mamlakat deb aytamiz dedim. Demokratik. İnsan huquqlari ondaydi. Men dedim, qanday demokratik bo'ladi dedim. Qachonda u yoqdan 11 bola nimadan Sharqi Turkistondan kelib bu yerdan pana so'rab, status so'rab kelganda ularni hech qanday asırga almay atıp taşıdı, çıkardı. Evet. Tak, atıp taşıdı. Ondan keyin 3 bola yani keldi, bir yere pana so'rab. İkisi Qirg'iz, birisi Uyg'ur. Onu ham Xitoyga deportatsiya qilib berverdi. Berverdi. Bunun bilan aytganda qanday deb aytish mumkin bu yer ahvolda. Bu konferensiyada ochiq so'z qildim-da shunda. Demak, bunda aytganda Uyg'urlarning ahvoli, bo'libmi Sharqi Turkistondagi Uyg'urlarning ahvoli intayin og'ir. Xitoyning plani bo'yicha Uyg'urlarni dunyo xaritasini o'chirib tashlash, bularni faqatla yer Uyg'urlarning bu yerda boyligi kuchli, ko'p boylikni to'shib atibdi, neft, gaz, uran, hamma boylikni bular mangu o'zining qilib Uyg'urlarni assimilyatsiya qilib yok qilish plani var. Evet. Biz bununla narazı karşı biz hareket kılavatımız. Meli Dünya Kurultayı'nın yığıları da olsun. Meli Türkiye'de boğan 5-6 yığın toplamaya bardım ben. Bu toplamada şu söz kıldım. Şu benim kolumdan kildiğini şu hazırki bütün Xitay'ın cinayi kılmıştı dünya cemaatçı paş kılış. Peki siz dünyaya, Türkiye'ye, Avrupa'ya ne tapşırırsınız? Ne tapşırırsınız Uygurlar için? Ben hazır aytıp atıp durgan bu. Meyli Avrupa'da bolsun, meyli başka yerlerde bolsun, meyli Amerika'da bolsun, Uygurlarını kollaş anca yaxşı emas, nachar. Xitayda pul ko'p, para ko'p, nima ekonomik üstün. Shuning uchun bular Uyg'urlarning shunday dahshatli fojiali ahvoliga ko'z yumib atibdi. Mening aytadiganim bu dunyodagi mayli Yevropa bo'lsin, boshqa yer bo'lsin, Uyg'urlarning haqiqiy ahvolini bular bilib, Uyg'urlarga ma'naviy tarafdan bo'lsin, her tomondan bo'lsin, yerlardan bo'lib hissiyat bo'lishi kerak. Shuni talab qilaman. Bu to'g'riliq Türk hukumatiga, Türk xalqiga cho'ng tashakkur aytamiz. Türk xalqi, Türk tashkilotlar buni dodillik bilan, insoniy qalbi bilan, bunday aytganda diniy qalbi bilan Uyg'urlarni qo'llayotdi. Mening so'raydiganim Yevropa boshqalar ana shunda Türkiye'ye o'xshash qo'llash kerak. Peki efendim, teşekkür ediyoruz. Rahmet, çok rahmet sizin sohbetiniz için, söyleştiğiniz için çok rahmet. Sizga çok teşekkürler. Rica ederim.